O'zingizga qulay holda o'tiring yoki yotgan holatda bo'lib, ko'zlaringizni yuming. Burundan chuqur nafas olib, sekin, asta og'izdan chiqaring. Yana bir bor burningizdan chuqur nafas oling va sekin, asta og'izdan chiqaring. Nafasingiz tekis va tinch holatda bo'lsin. Qo'llaringizni qattiq qilib musht qiling va ularni kuchliroq, yanada kuchliroq qising. Lekin haddan tashqari kuch bilan emas. Endi sekin asta bo'shating. Tarang va bo'shangan mushaklar orasidagi farqni his eting. Mushaklar bo'shaganda nima sezyapsiz? Yengillik, og'riqlik, iliqlik yoki qizish. Endi sekin asta bo'shating. Yana musht qilib qising va qo'l panjalaringizdagi taranglikni his qiling. Unga diqqatingizni qarating. Endi sekin asta bo'shating. Qo'llar yengil va yumshoq bo'ladi. Diqqatni ularga qarating. Qo'llaringizni yelka darajasida ikki tomonga yoying. Tirsaklaringizni buking va musht qiling. Yelkalarni bir oz ko'taring va qo'l panjalari hamda bo'yin, yelka qismidagi taranglikni his qiling. Endi qo'llaringizni sekin tushiring va to'liq bo'shating. Bo'shashing. Yanada ko'proq va ko'proq. Qo'llaringiz issiq va og'ir bo'lib qoldi. Qo'llarni ikkinchi marta buklang va mushaklarni tarang qiling. Barcha diqqatingizni qo'llardagi siqilgan mushaklarda bo'lsin. Qo'llaringizni tushiring va bo'shashish vaqtidagi jismoniy hissiyotga e'tibor bering. Qo'lni to'liq bo'shating va kuzating. Triceps mushaklarini yelkaning tashqi tomonidagi 3 boshli mushaklarni pastga maksimal darajada cho'zib tarang qiling. Tricepslardagi taranglikni his qiling. Endi taranglikni qo'yib yuboring va yana o'z hissiyotlaringizga quloq tuting.
Qo'llaringiz qanday yengil va to'liq bo'shashganini sezing. Bo'shashing. Tobora kuchaytiring. Yana tritsepslarni tarang qiling. Nafasni ushlab turing. Yengil va erkin nafas oling. Bo'shashing va qo'llaringizdagi yoqimli issiqlik va og'riqlik his qiling. Siz mutlaqo xotirjamsiz. Mutlaqo xotirjam. Qoshlaringizni mumkin qadar baland ko'taring va peshonadagi taranglikni his qiling. Endi qoshlarni tushiring va bo'shating. Yuzdagi barcha mushaklarni bo'shating. Yuzingizni tobora ko'proq va ko'proq bo'shayotganini his qiling. Diqqatingizni o'zingiz his qilayotgan holatga qarating. Yana qoshlaringizni ko'taring. Keyin bo'shashing. Peshona terisi silliqlashadi. Ko'z burchaklari bo'shaydi. Qovoq harakati to'xtab qoladi. Butun yuzingizni shunday tarang qilingki, go'yo har bir qism bilan burningiz uchiga yetmoqchi bo'layotgandek. Qaysi joyda taranglik borligini sezing. Endi bo'shashing. Yuzingizdagi barcha mushaklar bo'shadi. Diqqatni yuz hissiyotiga qaratib, yuzda biror tarang mushak qolmaganini his qiling. Yana yuzingizni bo'shating. Bo'shashish yanada ortib boradi. Yuz ifodasi uyqudagi insonnikidek tinch va xotirjam bo'ladi. Ko'zlarni qattiq yoping va lablarni mumkin qadar keng qilib tabassum qiling. Keyin bo'shating. Yuzingiz tinch va osoyishtalikda, unda hech qanday emotsiya aks etmayapti. Mashqni yana takrorlaymiz. Yuzdagi taranglikni his qiling va bo'shating. Yuzingiz butunlay bo'shashgan. Qo'llaringiz ham bo'shashgan. Siz o'zingizni tinch va yaxshi his qilyapsiz. Jag'ni qattiq qilib qising va til uchini tanglayga tirang. Mushaklarni haddan tashqari kuch bilan emas, me'yorda tarang qiling. Endi taranglikni qo'yib yuborib, bo'shashing.
Yuzingiz to'liq osoyishta, xotirjam. Endi yana jag'ni qising va bo'shating. Yuz mushaklari bo'shashgan, lablar yumshoq, jag' qismlagan. Yuz dam olmoqda. Og'zingizni ovozini chiqarayotgandek keng oching va og'iz mushaklaridagi taranglikni his qiling. Endi bo'shating. Lablar bo'shaydi va yengil ochiladi. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Sizni hech narsa bezovta qilmayapti. Mashqni yana takrorlaymiz va og'iz mushaklaridagi taranglikni kuzatamiz. Bo'shashing. Chaynom mushaklari, lablar, baqbaqa hammasi bo'shaydi. Siz dam olyapsiz. Bu osoyishtalikdan bahra olmoqdasiz. Boshingizni maksimal orqaga tashlang. Shunda uning bo'yinga tekkanini his qilasiz. Boshingizni yana avvalgi holatiga qaytaring. Mushaklar bo'shaydi. Iliq va yumshoq bo'ladi. Yana boshni orqaga tashlang. Bo'yindagi taranglikni his qiling. Keyin boshni ko'taring va his-tuyg'ulardagi farqni sezing. Siz bo'shashib boryapsiz. Bo'shashing. Yanada bo'shashing. Boshingizni yon tomonga, yelkaga mumkin qadar yaqin engashtiring. Bo'yindagi taranglik mavjud joylarni aniqlang. Endilikda bo'yinda umuman taranglik qolmagan. Yana boshni yelka tomonga engashtiring. Qanchalik qilib bo'lsa va bo'shashing. O'zingizni yengil his qilasiz. Tashvishlaringizni, asabiy holatlaringiz ketib, qalbingizda faqat xotirjamlik qoladi. Endilikda boshni ikkinchi tarafga engashtiring. Bo'yindagi taranglikni his qiling. Boshni tabiiy holatga qaytaring va bo'yindagi taranglikni qanday yo'qolib borayotganiga e'tibor bering. Shu bo'shashish
hissiyotdagi diqqatni jamlang. Yana boshni yelka tomonga engashtiring. Keyin ko'taring va bo'shashing. His-tuyg'ulariga quloq tuting. Sizga yaxshi, to'liq xotirjamlik holati. Boshingizni oldingizga engashtiring va iyakni ko'krakka tekkazing. Boshni ko'taring va taranglikni bo'shatib yuboring. Bo'yin mushaklarni bo'shashgan holatini kuzatib boring. Bo'yin to'liq bo'shashadi. Yana bir bor boshni oldinga engashtiring va bo'shashing. O'zingizga yanada ko'proq bo'shashga ruxsat bering. Endi yelkangizni mumkin qadar baland ko'taring. Go'yo quloqlaringizga tegmoqchi bo'lgandek. Yelkadagi taranglikni sezing. Keyin sekin qo'yib yuboring va bo'shashing. Mushaklardagi og'irlikni go'yo yuk tushganday his qiling. Yana bir bor yelkalarni ko'taring va sekin tushirib bo'shashing. Yelkadagi taranglik va bo'shashish orasidagi farqni his qiling. Endi yelkalarni orqaga tortib, kuraklarni bir-biriga yaqinlashtiring. Bo'shashing. Paydo bo'ladigan hissiyotni esda saqlang. Tanangizni har bir qismi tinchlik va mehr bilan to'lmoqda. Yana kuraklaringizni birlashtiring. Beldagi taranglikka e'tibor bering. Keyin bo'shashing. O'zingizga to'liq xotirjamlik va osoyishtalikka kirishga ruxsat bering. Fikringiz va ongingiz tinch. Endi qo'llaringizni oldinga parallel qilib to'g'ri chiqaring. Ularni egiltirmasdan mumkin qadar kesishtiring.
belning yuqori qismidagi taranglikni his qiling. Endi qo'llarni qo'yib yuboring va bo'shashing. Bel mushaklarini bo'shashganini his qiling. Siz tinch, xotirjamsiz. Hammasi yaxshi. Jismoniy va ruhiy garmoniya his qilyapsiz. Mashqni yana takrorlang. Qo'llarni to'liq uzating. Kesishtiring. Keyin bo'shashing. Tana bo'shashgandagi hissiyotlarga quloq tuting. Eng muhimi, ichki holatni esda saqlang. Qalb tinchligini eslab qoling. Chuqur nafas oling. Nafasni chiqarishdan oldin qorin mushaklarini tortish bilan tarang qiling. Diqqatni press mushaklariga jamlang. Nafas chiqaring va taranglikni qo'yib yuboring. Tanangizni har bir mushagi bo'shashgan. Hech qayerda taranglik yo'q. Xotirjamlik va osoyishtalik seziladi. Yana bir bor chuqur nafas oling. Qorinni tarang qiling. Nafasni chiqaring va bo'shashing. Qorin yumshoq va issiq. Har bir nafas chiqarishda tanangiz og'irlashib, yanada ko'proq bo'shashib borayotganini his qiling. Keyingi mashqni polda, karavotda yoki stulda o'tirgan holatda bajaring. Belni ehtiyotkorlik bilan oldinga eging. Beldagi taranglikka diqqatni jamlang. Endi belni to'g'ri qiling va bo'shashing. Bel to'liq bo'shashgan. Sizni bag'riga olgan, o'rab turgan va tinchlik bilan to'ldirib turgan osoyishtalikni his qiling. Yanada belingizni oldinga engashtiring va bo'shashing. Mushaklardagi taranglik qanday yo'qolib, ular qanday yumshab borayotganini his qilyapsiz. Shu bo'shashish hissiyotini esda saqlang. Son va boldir mushaklarini tarang qiling. Oyoqlarni to'g'rilab,
taranglikni kuchaytiring. Kaftlaringizni uchi baletchilar kabi bo'lsin. Endi bo'shashing. Oyoqlar og'irlashdi. Qimirlamay qoldi. Tanangizni har bir mushagi tobora ko'proq tinchlik va yoqimli sustlik his bilan to'lmoqda. Yana boldir va son mushaklarni, kaftlarni tarang qiling va bo'shating. Diqqatingizni oyoqlardagi bo'shashgan mushaklarga qaratib, bu hissiyotni har safar kuchayib borayotganini sezing. Ichki son mushaklarini maksimal darajada siqib, oyoq kaftlarni o'zingizga tortib, tovonni itarib tarang qiling. Boldir mushaklari tortishini his qilamiz. Sekin bo'shashing. Mushaklar bo'shashdi. Oyoqlar bo'ylab yoqimli bo'shashish his tarqalyapti. Yana oyoqlarni siqib, kaftlarni o'zingizga tortib, tovonni itarib tarang qiling va bo'shashing. Bu yoqimli bo'shashish hissi sizga manzur. Siz dam olmoqdasiz. Kaft barmoqlarni siqing. Qush panjasi shoxida turgandek holatda bo'shashing. Siz to'liq xotirjamlik holatidasiz. Relaksiya holatiga yanada chuqurroq kirmoqdasiz. Yana barmoqlarni siqing. Bo'shashing. Yoqimli to'lqin ikki oyoqni qamrab, siz har kuni bundan-da ortiq tinch va barqaror bo'lib borasiz. Oyoq barmoqlarni yelpig'ich ko'rinishida yopib oching va shu bilan birga boldir va tovon mushaklarini tarang qiling. Endi bo'shashing va hissiyotlaringizga quloq tuting. Bo'shashing. Barcha diqqatingizni bo'shashgan mushaklarga qaratib, bu holatni eslab qoling. Tanangizda bo'layotgan har bir narsadan bahra oling.
oyoq barmoqlarini yopib oching va bo'shashing. Diqqatni yana oyoqlardagi bo'shashgan mushaklarga qarating. Tanangiz to'la xotirjam, qalbingiz tinch va yorug'. Bo'shashni davom ettiring. Bu yoqimli bo'shashish hissi tananing eng chuqur qatlamlariga kirib bormoqda. O'zi bilan tinchlik, og'irlik va illiqlik olib kelmoqda. Biroz vaqt davomida shu to'liq bo'shashish holatida qoling. Dam oling. Musiqa tugagach, bir nechta chuqur nafas oling va chiqaring. Keyin yengilgina cho'zilib oling.